Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Biz 7-sinf O'zbekiston tarixi darsligining 16-mavzusiga keldik. Bugun sizlar bilan Qoraxoniylar davlati tarixi bilan tanishamiz. Ushbu davlatni tashkil topish jarayoni, Qoraxonlar Moron nahriga egallash holatlari, Qoraqalpoq davlatining bo'linib ketish jarayonlari, davlat boshqaruv shakli qanaqa bo'lganligi, qishloq xo'jaligidagi ahvol, yangi yer iqtidorining keng yoyilishi, shahar va qishloqda hunarmandchilikning e, ravnaq topishi va mamlakatning parchalanib ketishiga oid masalalarni birma-bir ko'rib chiqamiz. Kelinglar Qoraxonning o'z davlati qanday tashkil topgani haqida ma'lumotlarga ega bo'lsak. 10-asr o'rtalarida Qarluqlar rahbarligida Yag'mo, Chig'il, O'g'uz kabi qabilalar yagona ittifoqqa birlashdi. Bu davlat tarixda dastlab Xoqoniya o'lkasi degan nom bilan yuritilgan. Ammo uning hukmdorlari o'sha paytda Jabg'u deb yuritilgan unvon berilgan bo'lsa-da, ammo ular o'zlarini Qoraxon, ya'ni buyuk xon deb atay boshlagan. Chunki turkiylarda qora so'zi dastlab buyuklik ma'nosini anglatgan. Aynan bizning yurtimiz Qorako'l nomi ham ana shu buyuk ko'l degan ma'noda ishlatilganini ko'rishimiz mumkin manbalarda. Hop, ma'lumot sifatida aytib o'tib ketyapman. 11-12-asrlarga kelganda Xoqoniya rivoj topadi va aynan asoschi qabila nomi bilan Qarluq Qoraxoniylar nomi bilan ataladigan davlatga aylanadi. Bu yerda turli xil qabilalardan tashkil topgani uchun dastlab davlat boshqaruvida ushbu sulolalarda eng yoshi katta shaxslar taxtga o'tirgan. Shuning uchun ham turli xil qabilalardan hukmdor bo'lgani uchun ular Arslanxon, Bug'roxon, Tavg'achxon unvonlari bilan ulug'langan. Shunday bo'lsa-da, albatta Arslanxon, Bug'roxon, Tavg'achxonlar taxtga o'tirishi bilan Qoraxon unvonini qabul qilgan. Bu ramziy ma'noda tarixiy manbalarda Qoraxoniylar davlati deb e'tirof etiladi. Qoraxoniylar davlati, ya'ni Xoqoniya degan davlat Sharqiy Turkistonni, Yettisuv, Tianshaning janubiy yonbag'ri hududlarida tashkil topgan va u keyinchalik Moron nahr o'lkasini ham o'z tarkibiga qo'shib olgan. Ushbu davlatda eng muhim rol o'ynagan qabilalar Qarluqlar, Chig'illar va Yag'mo qabilalari asosiy muhim ahamiyat kasb etgan. Ushbu davlatning asoschisi Abdulkarim Sotiq Bug'roxon bo'lgan. Ushbu shaxs 859-955-yillarda yashaganligi manbalarda yoritib o'tilgan. Qoraxoniylar o'z davlatini kengaytirish uchun harakatlarni 992, 996 va 999-yillarda amalga oshirgan. 992-yilda Horun Bug'roxon rahbarligida mamlakatga bostirib kirganlar. Ammo Moron nahri egallay olmasdan orqaga qaytishga majbur bo'lgani sabab Nuh ibn Mansur, ya'ni Somoniylar hukmdori o'zining noibi Sobiqtegindan yordam so'rab dushmanni qaytarishga muvaffaq bo'lgan. Ammo 996-yil hujum vaqtida Sobiqtegin o'z hukmdoriga yordam bermagan. U teskarisiga, ya'ni o'zi ham ushbu davlatga hujum qilishga, o'zi boshqarib turgan hududni mustaqil boshqarishga intiladi va ushbu jarayonda Sobiqtegin Qoraxoniylar bilan ittifoq tuzib, Sirdaryo bo'ylarini Qoraxoniylarga, Amudaryo etaklarini o'ziga va Moron nahrining markaziy qismlarini esa Somoniylarga qoldirishadi. Afsuski, 999-yilda yana Nasrxon boshqa Qoraxoniylar qo'shini hujum qilib, Somoniylar davlatini batamom yakun qiladi. Shu bilan Somoniylar davlati tarix sahnasidan o'chadi. Qoraxonlar Moron nahri bilan qanoatlanmaydi. Ular Xorasonni ham o'ziga bo'ysundirishga harakat qilishadi. 1006-1008-yillardagi harbiy yurishlar buning yaqqol dalilidir. Afsuski, o'sha davlatda G'aznavilardan boshqarayotgan Mahmud G'aznaviy juda kuchli qo'shinga ega edi. Bu esa Qoraxonlarni Xorasondan quvib chiqarishga va u yerni o'z davlat tasarrufida saqlab qolishga muvaffaq bo'ladi. Afsuski, G'aznaviylar davlati uzoq vaqt Saljuqiylar davlati bilan doimiy kurashda bo'lgan. Mana shu kurashga chalg'igan vaqtlarida mahalliy hokimlardan biri Ibrohim Bo'ritegin 1038-yil Xuttalon va Chog'oniyon hududlarini G'aznaviylardan tortib oladi va tez orada o'z hokimiyatiga qarshi, o'z hukmdoriga qarshi harakatlarni boshlab, Moron nahri Farg'onani ham o'z davlat tasarrufiga qo'shib oladi va o'zi mustaqil siyosat yurita boshlaydi. Ushbu natijada Qoraxonlar davlati tarixda ikki qismga bo'linadi.
Biz tarixni o'rganish joyida ko'rdikki, turk xoqonligi ham ikkiga bo'lingan edi. Qoraxonlar davlati ham xuddi shunday ikki qismga bo'lindi. Sharqiy Qoraxonlar va Moronahar Qoraxonlar davlatiga bo'lindi. Sharqiy Qoraxonlar poytaxti Bolosoxon shahri bo'ldi. Ikkinchisi Moronnaharda Qoraxonlardan poytaxti Samarqand shahri bo'lib xizmat qila boshladi. Xuddi shu mustaqil siyosat yurita boshlagan Ibrohim Bo'rtekin o'ziga Bug'roxon unvoni bilan o'zini ulug'lay boshladi. Bu Qoraxonlar davlatining dastlab tashkil topishi va uning ikkiga bo'linib ketishi haqida qisqacha ma'lumotlar edi. Xo'sh, davlat boshqaruvi Qoraxonlarda qanaqa bo'lgan? Qoraxonlarda davlat viloyatlarga bo'lib boshqargan. Viloyat va shaharlarga bo'lib boshqargan. Ularni Eloqxon yoki Takin unvonidagi shaxslar, ya'ni Qoraxonlar sulolasi vakillari, ya'ni shu unvonga sazovor bo'lgan Qoraxonlar xonadoni vakillari davlatni boshqarar edi. Aynan Moronahar Eloqxoni Eloqxonlar orasida eng katta obro'ga ega bo'lganlar birini bilishimiz mumkin. Davlat boshqaruv asosan u Moronnaharni Samarqanddan turib boshqargan. Viloyat boshqaruv ma'muriyatida Somonlar davridagi boshqaruv tartibi joriy qilingan. Shaharlarni esa rais unvonidagi shaxslar idora qilgan. Qoraxonlar davlatni boshqarishda asosan din vakillariga suyanishga harakat qilishgan va ular imomlar, sayyidlar, shayxlar, sadrlarga obro'yini oshirtirishgan va ularni davlatni boshqarishda ularning ko'magidan foydalanishgan. Va aynan ularning ko'magi natijasida bir qancha shaharlarni rivojlantirishga, o'z itoatda saqlashga muvaffaq bo'lishgan. Natijada Bolosoxon, Qo'shg'ar, Taroz, O'zgan, Samarqand, Buxoro kabi shaharlar mamlakatning viloyat va poytaxt markazlari sifatida yuksalgan. Qoraxonlar Moronnaharga bostirib kirgan davrlarda bular ko'chmanchi chorvador aholi bo'lgani uchun o'troq aholi madaniyatini yaxshi tushunishmagan. Ular asosan dehqonchilik qiladigan maydonlarni toptagan va oyoq osti qilishganlar. Lekin keyinchalik ushbu davlat ko'magida yana qishloq xo'jaligi qadamma-qadam rivojlana boshlagan, ammo chorvachilik yetakchi o'rinda saqlanib qolgan. Aynan Qoraxonlar davriga kelib qishloq xo'jaligida bir tushuncha bor edi, ilk o'rta asrlarda paydo bo'lgan. Biz buni shahar hokimi deb ulug'lar edik. Ya'ni dehqon degan jumla 11-12-asrlarga kelgandan keyin o'z ahamiyatini yo'qotdi. U oddiy dehqon degan ma'noni anglata boshladi va hozirgacha dehqon oddiy qishloq xo'jaligi bilan shug'ullanuvchi shaxs sifatida e'tirof etilib kelinmoqda. Qoraxonlar davlatni boshqarishda Somonlar davrida paydo bo'lgan yer turining bir shaklidan kengroq foydalanishga intilishdi. Maqsad u bo'ysundirgan hududdagi aholini boshqarishda eng qulay yo'l deb bilishdi. Ya'ni shu orqali ulardan soliqlarni undirish orqali boshqarishni qulay vosita sifatida bilishdi. Bu iqto tartiboti. Iqto yerlari asosan sulola namoyandalari, oliy darajali harbiylar, davlat ma'murlari, mahalliy zadagonlar mana shu 4 ta toifaga taqdim qilingan va 11-12-asrga kelib iqto yerlari kengayib, mulkchilikning asosiy shakliga aylangan. Xuddi shu davrda vaqf yerlari ham kengayib borgan. Bunga sabab Qoraxonlar davlat boshqaruvida aholini itoatda ushlab turishda musulmon ruhoniylardan foydalanganligini buning yaqqol dalilidir. Xuddi shu vaqtga kelib Somonlar davrida shakllangan Barzikor degan toifa ham qaram bo'lmasa-da, ammo ularning yelkasida juda ko'p vazifalar bor edi va ular qishloq xo'jaligida asosiy kuch edi. Ular yerlarga ishlov berishardi ijaraga olib, bundan tashqari davlatlarga soliqlar to'lovchi asosiy toifa edi. Bundan tashqari sug'orish tarmoqlari, to'g'onlar, yo'l, qal'alar qurishda ham aynan shu toifa muhim ahamiyat kasb etgan. Qoraxonlar ham boshqa davlatlarda bo'lgan singari hunarmandchilikka, savdo-sotiqqa alohida e'tibor qaratishgan. Aynan o'sha davrlarda Samarqand, Buxoro, Termiz, O'zgan, Toshkent kabi Moronnaharning yirik shaharlari savdo va hunarmandchilik markazlari sifatida o'z taraqqiyotini davom qildirgan. Aynan Qoraxonlar davrida me'morchilikka alohida e'tibor qaratishimiz kerakki, o'sha davrda, ya'ni 11-12-asrda qurilgan me'morchilik juda mukammal bo'lganligini ko'rishimiz mumkin. Buning yorqin dalili sifatida Rabot Malik, Masjidi Kalon, Minorai Kalon, Vobken minorasi, Jarqo'rg'on minorasi, Mog'oka Tor masjidi buning yorqin dalilidir.
ko'rib turibmizki, bu tarixiy inshootlar o'sha tarixning juda mukammaligidan, hunarmandchilik, qurish sohasida mukammal darajada rivojlanganidan dalolat beradi. Va bu davlat boshqa davlatlar singari bu davlatda ham sekin-asta siyosiy inqirozlar boshlandi. 12-asr 30-yillarda qora Xitoylar dastlab hujumlarni boshladilar va qoraxonlar hukmdori Go'rxon Bolosog'in shahrini o'ziga qarorgoh qildi va qoraxonlar davlatga qarshi kurashlarni amalga oshirdi. U dastlab Shosh, Farg'ona, Zarafshon va Qashqadaryo viloyatlariga hujumni amalga oshirgan bo'lsa, 1137-yilda Xo'jand yaqinidagi jang esa juda katta, kuchli zarba bo'ldi. Va nihoyat 1141-yilda qora Xitoylar hujumi natijasida Qoraxonlar davlati tarix sahnasidan ketdi. Mana bitta buyuk Qoraxonlar sulolasi mana shunday tarixni iz qoldirdi o'zida. Mavzu haqida qisqacha ma'lumotga ega bo'lgan bo'lsak, juda xursand